Assalomu alaykum hammaga. Kia Bongo 1.200 mashinasiga 3 yil oldin Santa Fe motor o'rnatib berdik. Moy ishi boshlab qolibdi, ochib qolsa qilib klapan sandaklarini yangilatib berdik. 3 yil deganda o'zgina moy ishi boshlab qo'yibdi. Ishlashlari ideal holatda ishlab turibdi. Kia Bongo Hyundai Port'larga Santa Fe motor ham yaxshi variant, 6 Porsche'lik benzin motor. 187 ta. Vansli motor. Ishlashlari ham yaxshi, 3-4 yilgacha bo'lsa yaxshi xizmat qiladigan motorlardan bular ham. Oldiga bitta elektronik farlar bilan qo'yilsa ishlayveradi. Ishlashlarini ham ko'rib turibsizlar. Qimirlamasdan ishlab turibdi. Bunda Kia Bongo Hyundai Porter mashinalari bo'lsa, kesalar bo'lsa har xil motorlar bor. Puliga qarab, budjetga qarab qo'yaverasizlar. Ishlar davom etmoqda. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz.